musulmonni haqoratlashi, bir-biri bilan keraksiz tortishuvlarni qilishi o'rniga chiroyli raddiyalar qilsin. Bir-birini hayvonga o'xshatadimi, laqab qo'yib oladimi, raddiyalashadimi, mayli. Hozir meni bu fikrim, lekin bir odam turib olib shuni qilish kerak degan fikrga borsa, men bir maslahat bergan bo'lardim. Agar shu maslahatimizni olsa. Deylik, O'zbekistonda turibdi. Ha? Boshqa davlatda turgan bo'lishi mumkin. Qizig'i yo'q. Internetda bir-biring bilan telefonda gaplash, raddiya qilmoqchi bo'lsang, yo'q. Bu videoga olib o'zini qo'yadi, Eshmatni yomonlaydi, Eshmat ko'radi, bir kundan keyin Toshmatni yomonlaydi. Uni biz ko'ramiz. Ikkovining muammosi. Bitta gapi Eshmatga yoqmay qolgan, Toshmat o'zini isbotlash kerak. Men aytaman, ey inson, ikkovingning o'rtangdagi mujodalami? Telefonni ol, yo tegiga yoz, do'stim, meni telefonim falon. Telegramdanmi, WhatsAppdanmi menga qil, ikkalamiz gaplashib olaylik. Nima keragi bor ikkalamiz o'rtamizdagi mujodalani video qilib qo'yishni? 2x2 qiyin emas-ku. Ularning maqsadi bor-ku, haq talab emas, podpischi yig'ish. Like bostirish kerak u. Men zo'rman, ovozini o'chirib tashadim, bopladim deyish uchun qo'yapti u videoni. Agar haqiqiy ma'noda bir insonni xatosini qilish kerak bo'lsa, shuni topib, yana bir karra aytaman, O'zbekistonda bo'lsa telefoni bo'ladi. Chet elda yashaydigan bo'lsa tegiga yozsin. Do'stim, meni telefon nomerim, Telegramdan men chiq, ikkalamiz gaplashib olamiz. Masalan, mana u gaping, mana u oyatga muvofiq, hadisga muvofiq, nomuvofiq, yo bo'lmasa men aytda xato gapirding. Men xato gapiribman, uzr yo'q. O'zini qo'yib olib, chiroyli mashinaga o'tirib olib, yo bir chiroyli manzaraga o'tirib olib, oldiga choy qo'yib, restoranga kirib, restoranni oti turibdi, o'tda reklama ketyapti. Biz yosh bo'lamizmi? Nima uchun qilayotganini? Eng yomoni shuni ko'rib vaqtimizni o'tkazib yuboramiz. Biz ham shunga aralashamiz. Achinarlisi shunda-da.